Alloh xolasa gruntovka sip bo'lganmiz. Endi hozir kraska sepish jarayoni inshaalloh. Nimalar aka? Na pulzatorga quyib olganingiz bo'lmaydi. Mana bular kraska sip bo'lingan. Rangi dollar svet bo'ldi inshaalloh. Shuni sifat nihoyatda chiroyli holatda. Onu tırlak işlemler inşallah. Hadi olası darvozamızı okumuz sottik. Merceğe köpüştüre veremizde dagorful sottik inşallah. Allah olası merceğe köpüştürüp yana bir kotor abzorunu taşlab o'tamiz. Kuzatishni davom etasiz. Bilasizlar, bizda hamma xizmatlar uzun bizda. Dastlabki xizmatlarimiz mutlaqo Qo'qonni Yaypaniga ketadi bu. Xudo xolasa boshladi ish. Mana xudo xolasa darvozamizga energiya ko'pishtirib bo'ldik. Inshaalloh Qo'qonga chiqib ketadi. 3 tasi ham bitta xonadonga. Xudo xolasa bittasi lislik, mana qaytek fason. O'rtadagi pechat, qo'llarga chiqib qo'ygan. NTV'dagi listlik, u ham pechat high-tech hozir energiya bekasini yopishtirdik. Xudo xohlasa. Bilasizlar, Abdulhay darvozalar O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz mutlaqo o'tib, uстановка, o'lchovi hamma narsa ichida, xudo xohlasa. Mana yo'llardan pachkalar biz oqimlar tirtirda chiroyli bo'laylik, keyin ertaga ertalab soat 1:30 yo'lga chiqiladi. Xudo xohlasa. Motor bo'lgandan keyin bu ilgari hokim bo'lib yurishgan bunda. Endi o'zimni yuk to'shilyapti. Yaxshimi? Ha! Ketyaptilar mana. Darvozalarimiz mana xudo xolasa. Sotuvdagisi ham bor, zakasi ham bor, hammasidan bor. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlar